Inson bu dunyoga kelganda insonni o'zi yaxshi. Insonni qilayotgan ishi noto'g'ri va insonni xulqi yomon bo'lishi mumkin. Insonni niyati yomon bo'lishi mumkin. Insonni jamiyatda tutayotgan o'rni yomon bo'lishi mumkin, lekin insonni bilan uni xulqini, uni amalini, uni ishini ajratsa, inson o'zi yaxshi inson. Men hech qaysi insonni nimaga yomon demayman, chunki xotimamizni bilmaymiz, kim qaysi yo'lda boradi va qaysi payt uni o'zgarib qoladi. U yaxshi inson yomon bo'lib qolishi mumkin. O'lcham bo'yicha yomon inson yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hech kimga ruscha aytganda krest qo'ymaymiz, nuqta qo'ymaymiz va shu insonga mehr muhabbat qilishga, berishga, eshitishga harakat qilamiz. Menda shunaqa voqea bo'ldi. Uyimizga ayol keldi, yosh qiz keldi. Uni Asol deyshadi, siz bilsangiz kerak. Asolatxon tanishtirganman. Endi uni badanda tatuirovkalari bor, juda ham ochiq kiyinadi. Lekin juda ham chiroyli qiz. Asolatxon muncha chiroyli qizsiz, mehribon ekansiz dedi. Mana shu nuqta va shu so'z Asolatxon aytadilar o'zlari meni hayotimda burilish nuqtasi bo'ldi.